Ushbu harfni arab yozuvida ko'rib qolganda biroz sarosimaga tushadi, chunki u arab alifbosida yo'q va bu harf muannas so'zlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Siz At-Tilmiz Arab tili onlayn maktabi kanalidasiz. Men Iroda Rahmonova, arab tilidan 15 yillik tajribaga ega arab tili ustoziman. Shu paytgacha 4000 dan oshiq o'quvchi At-Tilmiz onlayn maktabida arab tilini men bilan birgalikda o'rganishdi. Agar arab tilini o'rganish siz uchun qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Hamda arab tilini o'rganishni xohlagan yaqinlaringizga ham ulashishni unutmang. Bugungi mavzuyimiz arab tilini yangi o'rgangan o'quvchilarga juda ham foydali bo'ladi. Juda ham ko'pchilik arab alifbosini o'rganib bo'lgandan keyin ham ushbu harfni arab yozuvida ko'rib qolganda biroz sarosimaga tushadi, chunki u arab alifbosida yo'q va bu harf tamarbutadir. Bugun tamarbuta haqida sizlar bilan gaplashamiz. Tamarbuta. Demak, tamarbuta mana ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Tamarbuta demak, ushbu harfni siz uchratib qolasiz mana shu ko'rinishda yoki mana bu ko'rinishda. Buni nomi tamarbuta deb ataladi va tamarbuta so'z oxirida keladigan maxsus ta harfi hisoblanadi. Xuddi mana bu biz o'rgangan arab alifbosidagi ta harfini beradi, lekin yozuvda bir-biri uchi bir-biriga tutashgan bo'ladi. Mana bunday kabi. Ikkala uchi bir-biriga keladi. Va tepasiga ikkita nuqta qo'yiladi va bu aylanib oxiri mana bunday tga aylanadi. Demak, tamarbuta so'z oxirida keladi va muannas so'zlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, Faridatun, Farida ismi yoki Jamilatun, Jamila ismi. Aynan o'zbeklarda ko'p tamarbuta ishtirokidagi ismlar bor. Mana mening ismim ham agar to'liq olinsa Irodatun deb yoziladi, lekin qisqartirilib bu Iroda, Jamila, Farida kabi aytiladi. Va mana shu ismlar oxiridagi mana bu tamarbutadir. Va tamarbutani ikki xil ko'rinishi bor azizlar. Birinchisi mana bu hozir ko'rsatganim va ikkinchisi mana bunday. Xo'p, sizlarda savol paydo bo'ladi, nima uchun bu tni yozyapmiz? Agar so'z oxiridagi harf to'rt ko'rinishli harf bo'lsa, mana bu madrasatun so'zidagi kabi, mana sin harfi to'rt ko'rinishli harf, tamarbutani mana shu holati yoziladi. Agar so'z oxiridagi harf mana bu dal kabi ikki ko'rinishli harf bo'lsa, bunda tamarbutaning mana bunday tug'ilgan t dumaloq holati yoziladi. Aytib o'tganimdek, demak, tamarbuta muannaslik jinsini bildiradi va yana bir narsa, tamarbuta qachon oddiy tga aylanadi? Agar tamarbutali so'zdan keyin boshqa bir harf qo'shilsa, unda tamarbuta oddiy tga aylanadi. Men mana bu joyga sizga yozib ko'rsataman. Faridatun ismini olaylik. Mana bu yerga yozyapmiz. Faridatun edi. Endi bu yerda Faridati deylik. Mening Faridam deb yozaylik mana. Faridati. Shunda ko'rganingizdek tamarbuta oddiy tga aylandi. Endi azizlar, tamarbuta ishtirokida misollarni o'qiymiz. Bu yerda ikkala ko'rinishdagi ham tamarbuta ishlatilgan. Ketdik, demak. Azizatun. Azizatun. Faridatun. Faridatun. Hamidatun. Hamidatun. Sa'idatun. Sa'idatun. Shahidatun. Shahidatun. Jamilatun. Jamilatun. Keyingisi Halimatun. Halimatun. Keyingisi Salimatun. Salimatun. Sharifatun. Sharifatun. Va oxirgisi Na'imatun. Na'imatun. Demak, bu yerda ko'rib turganingizdek, bu yerda
mana bu ta tugilgan ta oldida za harfi ikki ko'rinishli harf bo'lgani uchun bu holati yozilgan va mana bu halimatun so'zida esa ajratib ko'rsatamiz. Undan oldingi harf mim harfi bo'lgani uchun, to'rt ko'rinishli harf bo'lgani uchun mana shu holatda ko'rsatilgan. Keling endi barcha ma'lumotlarni jamlaymiz. Demak, tamarbuta bu arab alifbosidagi ta'ning yana bir ko'rinishi. Faqat ikki uchi bir-biriga qo'shilib yoziladi va tugilgan t ma'nosini beradi. Tamarbuta doim so'zni oxirida keladi va muannaslik belgisini bildiradi. Tamarbutadan keyin agar harf qo'shiladigan bo'lsa, masalan birikma olmoshi qo'shiladigan bo'lsa, bunda tamarbuta oddiy t ga aylanadi. Mana shunday azizlar, o'ylaymanki bugungi darsimiz sizlar uchun foydali bo'ldi. Endi siz arabiy yozuvlarda tamarbutani ko'rganingizda hech ikkilanmasdan uni to'g'ri o'qiydigan bo'lasiz. Ushbu video dars sizga foydali bo'ldimi va yana qanday mavzularda dars olishimni xohlaysiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Keyingi foydali darslarda ko'rishguncha.